وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun hadis ko'rsatmalar darsimizning 104-darsini o'qiymiz. Darsimizning mavzusi kichik gunohlardan yiroq turish degan haqda bo'ladi. Bu haqda biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir hadisini ko'rib o'tamiz. An Abdullah ibn Abbas qala ma ra'aytu shay'an ashbaha bil lamami mimma qala Abu Hurayra an an-nabiy sallallahu alayhi va sallam inna Allaha kataba على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أخرجه البخاري ومسلم. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet kılınır ki Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu mundaq degan. Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılgan narsadinmi lememge, yani lememge küçük günahlarni ifadalab turadigan, ma'nini bildiradigan lemem so'ziga o'xshayroq bir narsani men ko'rib boqmadim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydiki Allah subhanahu wa ta'ala Adem balasiga Lavhul Mahfuzda zinadan bo'lgan nasibasini yozgan. Adem balasi mana bu nasibiga shartsiz uchrashdi, buni topadi. Shunga ko'zning zinasi qarash, tilning zinasi bo'lsa so'zlash, nafsi qalb insonning nafsi buni arzu qiladi, umid qiladi. İnsanning jinsiy a'zosi bo'lsa buni tasdiqlaydi. Yani insanın cinsi azası bolsa şu zina xiyalini, zina ümit arzularını ameliyatga chiqirdi yoki insanın cinsi azası ana şu zina xiyalidan yiroq turish, zina arzu ümitlardan yiroq turish bilan buni ro'yobga chiqarmaydi. Endi musha haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediki Adem balasiga zinadan bo'lgan nasiba Adem yaratilishdan burun Alloh uchun yozilib bo'lgan. Adem balasi mana bu nasibiga shartsiz uchrashdi, buni topadi. Shunga ikki ko'zning zinasi qarash, ikki quloqning zinasi anglash, tilning zinasi so'zlash, qo'lning zinasi bo'lsa tutish, putning zinasi bo'lsa minish, qalb bu zinani arzu qiladi, ümit qiladi. İnsanın cinsi azası ana ashuni ameliyatga chiqirdi va yoki uni ameliyatga chiqarmay uni tark etadi deb shundoq degan. Allah subhanahu va taala bu dunyoni insonni imtihon qilish uchun yaratgan. Shunga qandoq bir odam Allah subhanahu va taolaga itoat qilsa, Allah subhanahu va taolaning buyruqlarini ijro qilsa, to'siqlardan yiroq tursa, Peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'e ergashsa, onun yollarını tutsa, İslam şeriatı boyunca yaşasa, özünün havaya hevesiga ergashmasa, bu adamın mukafatı ahirette cennet bulur. Ama qandaq bir adam Rabbiga asilik qilsa, Rabbinin buyruqlarini icra qilmasa, to'sqanlardan yanmasa, Peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem elip kelgan bu yol boyunca yaşamasa, havaya hevesiga ergashgan bo'lsa, bu adam do'zax ahlidan bo'ladi. Allah subhanahu va taala insonda jinsi a'zo havasini yaratgan. Buningga jinsi a'zo havasini yaratgandan keyin buningga qarata nurg'un cheklamalarni, tuzumlarni bekitgan. Buningga nurg'un halol yo'llarni bekitib bergan, harom yo'llardan ogohlantirgan. Balki mushu zinadan iborat haram yo'lga tushish tugul uni yiqilishdimi Allah subhanahu va taala intayin ogohlantirgan. Shunga
Qandaq bir odam bu Alloh subhanahu va taolo to'sqan, cheklagan bu chegara atrofida aylanib yursa, ya'ni bu zinodan iborat bu cheklimining atrofida aylanib yursa, bu odam zinoga tushib qolishi mumkin. Shu Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya'ni Sura Isro'ning 32 oyatida deydi-ki: "Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taqrabuz zina." Sizlar zinoga yaqinlashmanglar. Zinoga yaqinlashish bu xuddi zino qilishni o'ylanishga o'xshash, xiyol qilishga o'xshash, zinoni maqsad qilish, iroda qilishga o'xshash ruhiy yo'nalishlarning bir xil muqaddimasi bo'ladi. Zinoning muqaddimasi xiyol qilishmi, uningga bel bog'lashmi, ashuni tafakkur qilib, ashuni o'ylanishmi, zinoning bir muqaddimasi bo'lganga o'xshash, zinoga yaqin, zinoning atrofida, zinoga tushib qolgan yerlarda o'ynab yurishmi, mana bir muqaddima hisoblanadi. Zinoga yaqinlashish mana bu insonning tashqi a'zolari bilan shakllanadi. Masalan, zinoga yaqinlashish yot ayollarga haram şekilde qarash bilan, shahvatni qo'zg'aydigan, jinsiy havasni qo'zg'aydigan haram şekilde bu narsalarga quloq silib uni anglash bilan, mushu haram badallarni qo'llari bilan silash bilan, mushunlar bilan buni bu haromga yaqinlashish maydoniga keladi. Bu haromga yaqinlash bo'lsa, kabir gunohlarga insonni dovzax qilib boradigan, manguliq azob qilib boradigan jinoyatlarga sabab bo'ladigan bir muqaddima bu zino yiqilish. Endi mushu muqaddimalar yana mushu qo'lning masalan harom qilingan badanni qo'lning tutishi, harom qilingan yerlarga ko'zning qarashi degandek mushu muqaddimalardan bu inson saqlanish intayin qiyin. Bu nayda umumlashib ketgan, bundan saqlanish nayda qiyin bo'lgan odam balasi bunga tushib qolishi, mushu ishlarning hammasiga yoki buning ba'ziga tushib qolishi nayda mumkin bo'lib qoladigan, saqlanish qiyin bo'lgan ishlar bo'lg'achqa, islom shariatida bu sag'ir gunoh qilib bekitilgan. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarni sag'ir gunoh qilgan. Ya'ni u afu qilinadigan ig'ir gunoh, fohish, zinodan yiroq turish orqali kechiriladigan, afu qilinadigan jinoyat qilib bekitilgan. Shunga Alloh subhanahu va taolo buni bu vaqtda bunday deydi: "Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum ve nudkhilkum mudkhalan karima." Allah subhanahu wa taolo deydi ki: "Ey müminler, sizlar Allah'a şirk keltirishga o'xshash, ota-onalarni qaqishga o'xshash, nahaq odam o'ldirishga o'xshash, zina fohish bilan shug'ullanishga o'xshash bunda ig'ir gunohlardan yiroq turinglar. Agar sizlar mushunda ig'ir gunohlardan yiroq tursanglar, biz sizlardan uningdan kichik gunohlardan sizlardan afu qilamiz, kechiramiz. Ya'ni başı kulağlar bilan tutib sağan, tilinglarni so'zlab sağan, tuzanglarni qarab sağan, ma kichik gunohlarni sizdan afu qilib o'tamiz. Sizlarni isil makon bo'lgan jannatga kirgizamiz dedi. Endi biz yuqoridagi hadisga nazar soladigan bo'lsak, odam bolasining harakatlaridan har bir harakatning uningga allaqachon u yaratılishdan burun yezilib bo'lganligi, uningga haqida taqdir qilib bekitilib bo'lganligini ko'ra olamiz. Mana mushu kichik gunohlarmi inson bolasi yaratılishdan burun uningga yezilgan, xuddi cho'ng gunohlar taqdir qilib yezilgan o'xshash. Endi biz burunmi deb o'tgandek, ammo insonga bundaq gunohlarning taqdir qilib yezilishi, qazo va qadarning bekitilishi, uning aynan lavhul mahfuzda bitilishi insondan mas'uliyatni tushirmaydi, mas'uliyatsiz holatga insonni keltirmaydi. Yana insonda xatolik shunda yuz beradi ekan, undan surishtiq qilinadi. Chunki inson o'ziga nimaning yozilganligini bilmaganligi, yana o'ziga qaysi xil holatning duch keladiganligi, zinoga tushgan tushmaydiganligining yozilganligini bilmaganligi o insonga bir ishni qilishda
hürlükni ve ihtiyar tanlash erkinlikni beradi. Mesela bir adam bir imtihanga kirse, imtihanda allaqachon uning necha oladiganligi, qancha numr atqanlik imtihanda bekitilgan bo'lsa yoki imtihanda layoqatsiz bo'ladiganligi, o'tolmaydiganligi bekitilgan bo'lsa, uni bilsa u odam imtihon uchun o'rganmaydi, imtihonga kirib yurmaydi. Ammo imtihonda necha oladiganligi aniq bekitilmagan bo'lg'achqa, uni o'qimagan bo'lg'achqa, uni yuqori numr olish uchun tirishqanga o'xshash. Yani insonga nimaning yozilganligini insonning bilmaganligi insonga yana ixtiyoriy erkinlikni, hurlikni insonga beradi. Alloh subhanahu va taolo shuni bu haqda bunday deydi. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Men amila salihan fali nafsihi ve men asaa fa aleyha ve ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah subhanahu va taolo deydi ki kim salih amellerini kılsa, yani Allah subhanahu wa ta'ala itaat kılsa, Allah subhanahu wa ta'ala'nın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat kılsa, yani Allah itaat kılsa, yani Kur'an-ı Kerim'in ruhi mezmununa geçse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat kılsa, yani Resulullah'ın hadislerine körsetmelerine geçse, tabi nefsi. O adamın kılgan emellerinin savabı o adam üçün buludu. Ama kandak bir adam Allah subhanahu wa ta'ala'a Allah'ın ki Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a asilik kılsa, yine Kur'an-ı Kerim'in ruhi mezmununa geçmese, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin ruhi mezmununa geçmese, o adamın kılgan günahını, kılgan emellerinin günahı üzülü buludu. Allah subhanahu wa ta'ala bendilerine zulüm kılgıçamaz. Yine bendilerinin kılgan yakşılığını kemeyt ölüşülen, ya ki koygan azrak yamanlıkını küpeytişilen Allah bendilerine bunda zulüm kılmaydı. Allah da bunda asla sadır olmaydı. Hem de İbn Abbas radıyallahu anhu, yani İbn Abbas radıyallahu anhuma muşu Allah subhanahu wa ta'ala'nın ellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahişe illel lemem inne rabbeke vasi'un mağfire degen Müşsül Necm'nin 32. ayetindeki muşu ayetteki el-lemem sözünü tefsirlegende bundak degen. İbn Abbas radıyallahu anhu muşu lemem sözü muşu ayet-i kerimdeki egen. Yani ağır günah, kabir günahlardan, ağır fahişlerden saklangan kişiler, yani yırak durgan kişiler, bunda küçük günahlardan saklanmagan bolsunmu, bu sagir günahlardan saklanmagan bolsunmu, kabir günahlardan saklangan kişiler de savab bölüdü, yani cennetten ibaret bulağı savab bölüdü. Rabbinizin mağfireti kengri o küçük günahlarını keçirdi degen muşu ayet giren ki lemem sözünü tefsir kılganda İbn Abbas radıyallahu anhu deydi ki bu ayet kerimdeki lemem sözü Ebi Hureyre radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılgan şu hadiste kâgen şu nâske en okşaydı. Yani şu Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamberimizden rivayet kılgan bu hadis bilen bu lemem sözünü tefsir kılsak burada. Muşu hadis bunu ayetteki bu lemem sözünü sagir günah degen sözü tefsir kıldı da bundak degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyen ki Allah subhanahu wa ta'ala levhul mahfuzga Adem balısının hemmisinin zinadan boğan nasibisini yazgan. Hem de aşu nasibigi şersiz insan balısı bunu uçuruştu, bunu tapudu diyen. Yine mene insan yani aşu onun levhul mahfuzda onun yazılgan bu nasibige çokum uçuraydı. Bunundan kaçıp kutulanmaydı. Çünkü onunla zinadan boğan bu nasibe Allah için yazılıp boğan. Şuna o Adem balası bu nasibini tapudu. Bununla şuğulunub kalıdı. Şun takdir kılıngan işinin yüz bir şey şersiz. Şuna közünün zinası bolsa Allah subhanahu wa ta'ala enin karaşını haram kılgan nasilege karaş. Yani mesela Allah subhanahu wa ta'ala yat ayallığa haram kılgan, bunu bu közünün zinası yat ayallığa arka karaş. Fahişi zinalığa elip barıdığan nasilege, suretlerge, her xil nasilege karaş, bunu bu közünün zinası olap hesaplandı. Ama tilinin zinası bolsa sözleş. Yani şu Allah subhanahu wa ta'ala sözleşti, çekligen, on sözlense boğmaydıgan nasilerini sözleş. Yani Allah subhanahu wa ta'ala şu yat ayallah bilen
so'zlash, paranglashni cheklagan. Yat ayollar bilan Xudo harom qilib borgan joyda lazzat harom bo'lish butgan kishilar bilan paranglashib ba'zi suhbatlarimiz var. O suhbatdan lazzat olish cheklanmaydi. Masalan, do'stlar o'zaro birisi bilan paranglashish, masalan, ota-onalarimiz bilan paranglashish, och-singillarimiz bilan paranglashish, bundan paranglardan bir xil lazzat olish bu shariatda cheklanmaydi. Ammo uni bilan paranglashib, parangdan lazzatlanish harom butgan kishilar bilan harom butgan shaklda suhbatlashish, harom butgan shaklda uni bilan paranglashish, buni tilning zinasi bo'ladi. İnsan başqalar bilan paranglashishdan saqlanib bo'lmaydi. Ammo haromlik darajaga deb beradigan, zinaning dastlabki sabablari bo'lib qoladigan, zinaning muqaddimasi bo'lib qolgan shaklda yot ayollar bilan, yot kishilar bilan paranglashish, buni bu tilning zinasi hisoblanadi. Bu bugungi davrimizda bu intayin ko'p yuz beradigan bir davr shakllanadi. Kishilar meni Facebooklar bo'lsin, Twitterlar bo'lsin yoki har xil telefonlar, WhatsApp degende her xil narsalar bilan sa'allab yat ayollar bilan paranglashib ketgan. Mayli o xatlik paranglashishlar bo'lsin, mayli ig'zaki paranglashishlar bo'lsin, bu shunday paranglashishlar mana bu zinoga sabab bo'lgan shaklda parang qilgan bo'lsa, mana bu harom bo'ladi, bu tilning zinosi hisoblanadi. Endi payg'ambar islom deydiki, qo'lning zinosi silash. Alloh subhanahu va taolo tutish, uni silash harom qilgan bir narsani inson tutgan bo'lsa, bu qo'lning zinosi bo'ldi. Ammo tutishning hammasi harom bo'lmaydi. Ammo harom bo'lgan narsada unida lazzat shakllangan darajada silash harom bo'ladi. İnsanning qo'li insonga tegib turadi. Buni yoki masalan bir odam yine bir yot ayolni yoki boshqalarni tutadi qo'lini. Ammo tutganda u yoki sug'uchib ketganlikdan uni tortib olish uchun yoqib tushganlik qolgan bu tutilish nuqsatini tortadi. Tutudu. Ama bazılar onun başqacha nuqsa bilan tutudu. Shuni harom qilib bordigan yoki harom ishni maqsad qilgan shaklda boshqalarni badanini silash olsun, uni qo'lni tutish olsun, buni bu qo'lning zinosi hisoblanadi. Payg'ambar alayhisalom deydi-ku, an-nafsu tamanna va tashtahi. Nafsi shu zinani xiyol qiladi. Zinani umid qiladi, zinani arzu qiladi. Endi insonning jinsi a'zosi bo'lsa, yani muşu nefsinin ümidini insanın azalarının hareketlerini zinani emili kılış bilen bunu rüyapkı çıkardı ya ki bu nefsinin ümidini insanın cavarih azalarıyla kulunun tutuşuyla desep verişiyle şekillengen karaş ile şekillengen bu fadi zina mukaddimelerini ya ki terk kişiler onu emniyette çıkamaydı, yine onundan yirak durdu. Mana bu zinanın emilleşip emniyete vücudka çıkışı ya çıkınıştı insanın cinsi azası ile buludu. Şuna insanlardan zina çıktörlük sadır buludu. İnsanlardan zina yeni bir yerdeki mecazi hukum bilen atalgan bir zina bulup haram karaş. Qaraşning biri haram emas, ama haram qarash degan bir qarash var. Mesela bir ayolga orqa-marqa bir necha qatim qarash, birinchi qatim uni uspa yo'lda mangan bo'lsa, uspa emas uchun qargan bo'lsa, ikkinchi qatim undan keyin qarashni bu haram qarash bo'ladi. Ishqilib bu her adam o'zining nima maqsadda qarganligini insonning aytibdan biladi. Shu haram shaklda qarash, zinoga sabab bo'lgan shakldagi so'zlarni anglash, yat ayollarni qo'llar bilan tutish, zina maydonlarga minib berish, yat ayollar bilan harom bo'lgan shaklda paranglashish, qalblarining haromni ashunda umid qilishi, buning biri mana insondan sodir bo'ladigan bir xil zina. Ammo inson bunga majbur emas, bunga majburlangan emas. Ammo insonlardan yana bir kishilarning zinasi haqiqiy bo'lgan insonlar bor. Yeni cinsi azası arqılıq yuqoridagi faoliyatlar emillashadigan amallar bor. Shun qandaq bir odamning zinasi haqiqiy bo'ladi ekan, haqiqatan o odamning zina yuz beradi ekan, o odamning ko'zning zinasi, tilning zinasi, qalbning zinasi emillashgan bo'ldi. Bu chog'da o odam ay ko'zda qaraganlik bilanmi, ham qo'lda tutganlik bilanmi, ham qalbida xiyol qilganlik bilanmi, hammasi bilan jazolanadi.
o çağda közün zinası tüzü qarğanğım ceza verildi, kalbide oylağanğım ceza verildi, tilde sözlegenğim ceza verildi. Amma o adam da emli haqiqi zina şekillenmegen bolsa, o qaraş bilen, yoki tutuş bilen, yoki kalbide oylaş bilen, yoki tilde sözleş bilen sadır bolgan bu zina dep atalgan bu tür, o adamның başqa amel ibadetleri bilen o adamdan ep okundu. Şuna bu yerda haram şekilde qaraş, haram şekilde sözleş, kalbning ümit arzuları hemmesi zina dep ataldı. Nimişqa? Çünkü bu işler haqiqi zinaga sebep bo'lgan ishlar bo'lganligi uchun, haqiqi zinaga tushib qolishning muqaddimasi bo'lganligi uchun shu bu zina deb atalgan. Agar inson bu ishlarda davom qilmasa, ashunda haromga qarashda davom qilmasa, haromni so'zlashni davom qilmasa, harom badallarni tutishni davom qilmasa, ashunda ig'ir fohishalarga ab berish uchun alohida tirishchanlik qilmagan bo'lsa, bu odamning bu qulda aşında tutup sağanlığı, ya kulu tegip bəgənliği, qarab sağanlığı, sözləb sağanlığı, xiyal sağanlığının ibaret bu şeriatda zina da atalgan bu kemçilikleri onun salih emelleri ölen. Yani istiğfar etişleri ölen, tövbe kılışları ölen, namaz okuşları ölen, taharet edişleri ölen bu epokuludu, keçürlüdü. Ama insan bu işlerde izcil devam kılsa, bu muşundak bir qaraş pürüstü çıksa, muşu pürüstünün koldum beni alaydı qarısa, aşındak bir tutuş pürüstü çıksa alaydı onu tutup aşınımdan huzurlanırsa, yine fahişe, hakiki zinağı düşün, aşındak pürüstlerini ganimet bilse, o pakatlan onundan hakiki zinağı düşmepti. Fakat hakiki zinağı yitip berişke, terk etmek, şunca hareket kılgan olsun, onu eminleştiremegen bolsun mu? Kuldun vücutda çıkaramagan bolsun mu? Hakiki zinanı, lekin kattık aşınında izcil devam kıptı, aşının bütün vücudunu çıkarıptı emeli zina kılışkı. Lekin kılanmagan bolsa, bu yine onun sözlügen sözleri, tutkan, tutuşları, mangan kademleri, qarıgan qaraşlarım hemmiske ceza alınıdır. Bu sagir günah katardan hesaplanmaydı. Çünkü bu onun maksatlık düşken faaliyetler, maksatlık kasten kılıngan hareketler burudur. Eğer bu adamda şu zinağı düşse, andın hakiki günah bolğanga okşaş, bu cinayet bolğanga okşaş, muşu nimelerge hakiki maksatlık kılgan hareketler bolğanlık için bunun karta cezalıdır. Şundakla bir insan zinağa çıkkarsa, yani yukarıda zinağa düşken bolsa, yukarıda bir sagir günah degen işlemi sagir günah bolmasdan bu kebir günah hesaplanır. Endi dersimizde xulosalaydigan bo'lsak, bugungi dersimizden tuvandagi bir necha nuqtani alayda tutilishga arziydi. Buni yaxshi esimizda saqlab olishimiz kerak. Birinchisi, sagir gunohlarga sal qaramaslik kerak. Kichik gunohlarga apu qilinadigan deb sal qaramasligimiz kerak. Chunki kichik gunohlar cho'ng gunohlarga sabab bo'ladi, cho'ng gunohlarning muqaddimasi bo'lib qoladi. Ikkinchisi, zinaga tushib qilishga sabab bo'ladigan ishlarga tushib qilishdan diqqat qilish kerak. Üçüncüsü, odam bolasining harakatlarining har bir harakat, har bir ish faoliyat allaqachon u yaratilishdan burun uningga yozilib bo'lgan, taqdir qilib bitilib bo'lganligini esimizda qo'ygan saqlashimiz kerak. To'rtinchisi, inson bolasiga ashunda yozilgan qazo va qadar, taqdirlar insondan mas'uliyatni tushirayotmaydi. Uningdan taqdirda yozilgan deb uning qilgan gunohlari surishtirmasi bo'lmaydigan holat shakllanmaydi. Chunki insonning o'ziga nima yozilganligini bilmaganligi, chunki insonning hamma ishi yozilgan, lekin har inson o'ziga nima yozilganligini bilmaydi. Shu yozilgan narsani o'ziga nimaning yozilganligini bilmaganligi uningga ishlarni qilishda o'rlik va ixtiyorni qilish qilmaslik, yaxshi yomonni tanlashdan iborat ixtiyorni beradi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu zinoga tushib qilishdan, zinoga yaqinlashib qilishdan saqlasin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo jannatga kirilgan amallarga muyassar qilsin. Dovzaxga kirib qoldigan, dovzaxga kirishga sabab bo'lib qoldigan amallardan yiroq qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.